Assalomu alaykum Katyolalar kuzatuvchilari. Bugün 2026 yıl 28 aprel. Bugün Gürlen tumani Do'sonbek qishlog'ida Umid xonadonidamiz. Beri Polni atapyan sistemasini o'tirib berdik. O'xshi 23 milyon 700 ming so'm pul oldu. Uni ichine Katyolar mustahak kısıp bataryalari kiradi. Bir qator hisoblarni ko'rsatib o'tamiz. Bu xonadonimizda 22 kilovatlik 200 kvadratga mo'ljallangan o'zimizda chiqib turgan katyol qo'yildi. Katyolni bahasına keladigan bo'lsak 8 million so'm dastavkasi bilan seximizda tayyorlanib chiqariladi va ishlardan foydalanib 4 safli katyol. Mollarla utuklanyatib, sevishli demoqda tahlab berdik. Kendi so'zda ham samotokalarni yaratib o'tirib bergan ustalarimiz yana. Kraniklarni qo'yib ishlab berganmiz. Bu kishi 5 yara batarya qo'yildi, o'shalardan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bu yana birinchi bataryasi bera 50 ga 80lik panelli batarya qo'yildi. Egalari shu panelni qo'yib ishlab berganlar, shuning uchun panelli bataryalarni qo'yib ishlab berdik. İki tarafına kranik qo'yib ishlab berganmiz. Sardaryoning yo'llarini ko'rsangizlar, so'z qo'yib qayirib ishlab bergan ustalarimiz. Bu birinchi bataryasi. Bu yana ikkinchi bataryasi bir dolanma 2 yara qo'yildi. 60'lar 140'lik panelli batarya qo'yildi. Polni malaka bor ekan bu xonadon, boyati buzarlangan, boylarni shikast etilib qo'llangancha akkuratni yetib o'tirib berdi ustalarimiz. Atapyan turbalari 32lik 20lik turbalar ishlatildi. Kalınlığı 207 kalınlıkta bo'ladi. Bu yana 3-chi bataryasi bo'ladi. Beradan shu 50 ga 140'lik panelli batarya qo'yildi. O'xshi 5 yara batarya qo'yildi. Kime shunday atapyan xizmatlari kerak bo'lsa, Beslanma yo'llari aloqa chiqsangizlar, ishlaringizni arzon, tez va sifatli bitirib berishga harakat etamiz. Videoni pastdagi nomerlardan to'liqroq ma'lumotlar olsangiz bo'ladi.